الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz, hürmetlik okuguchilar, saboqdoshlar. Bugun Alloh taolaning fazli bilan yana ulug' muborak dars so'rinimizga kelib oldik. Bugungi darsimiz g'uslining farzlari haqida boshlanadi. Bu haqda tuanda so'zimizni davomlashtiramiz. Faslun. Bu bir bölüm, qism. Fardul gusli el-madmadatu vel-istinşaku ve gaslu cemi'al bedeni. Guslinin farzi, guslida farz qilingan joyini biz ko'rsatymiz va uni bayon qilamiz. Guslinin farzi birinchi og'izni chayqash. Og'izni chayqash guslida farz. Burunga su elish bu farz. Üçüncü, bütün bedenni bir tükning o'rnini chalib qo'ymay, butkul bedenni to'liq mukammal yuvish bu g'uslidagi üçüncü farz. Demek bu üç narsa g'uslida farz. Bazı ulamalar, cümleden İmam Şafii rahmetullahi aleyhinin nazarida el-madmadatu vel-istinşaku bu g'uslida farz bo'lmasligi mumkin. Ama İmam Abu Hanifa'nın rahimahullah'ın mazhabida bu g'uslidagi farzlarning qatoridan sanaladi. Vel-farqu beynehu ve beynel vudu'i ennehu ma'murun bi ghaslil vejhi fil vudu'i. G'usl bilan tahorat orasidagi farq bu yerda mazmizi bilan istinshaqning, ya'ni og'izni chayqash, burunga so'yilishninki farz bo'lishning sabablari va uning bayonini tushuntirish uchun deymiz. G'usl bilan tahorat orasidagi farq, tahoratda og'izni chayqash, burunga so'yilish bu farz emas, sunnat. Sünnetning qatoridan sanalgan. Ammo g'usliga kelgan chaqda bu farz bo'lishi nimishqa, buning orasida nima farq bor deyilsa, buning orasidagi farq, g'usl bilan tahoratning orasidagi farq, tahoratda yuzni yuvishga buyurilgan. Tahoratda yuzni yuvishga buyurilgan. Alloh tag'silu vujuhakum, yuzingni yuving degan so'zi bilan bu yerda farz yüz yuvish. Vel muvajaha la taqa'u bi batinil anfi vel fam. Burun bilan og'izning ichiga muvajahat kirmaydi. Yüz nima? Yüz degan qandoq ya deganda ma yuvajahu bi, qarshi tarafiga qaragan changizda sizga udul turadigan, udul yuzlanadigan, ya'ni joyni yuz deb tunutgan biz. Shunda bo'lganligi uchun tahoratda yuz, burunni, og'izni chayqashninki farz bo'lmasligi, chunki yuz, ya'ni udul qolsangiz yuzning tashqi shakli, og'izning teshi tarafi yuzga tava bo'lgan bilan, ammo burunning ichi, yuzning ichi bu burunga, ya'ni yuzga tava emas. Yuzningki, burunning ichi tarafi, og'izning ichi tarafi bu udul qolash bilan odamning ko'ziga ko'rinmaydigan ya. Muvajahat yuz bilan, burun bilan og'izning ichiga nima qilmaydi, tushmaydi. Shunda bo'lganligi uchun bu yerda og'izning ichini chayqash, burunga so'yilish bu sunnatga aylangan, ammo farz
bo'lmagan. Chunki bu yerda yuz degan bu labz burunning ichi bilan og'izning ichini o'z ichiga olmagan va bu muvajahat uningga tushmagan. G'usldichu va fil g'usli ma'murun bi tathhir jami'al badan. G'uslida bütün bedenni paklash, pokizlashga buyurilgan. Bedenning har qanday yerini bir tutun o'rnini chala qo'ymay pokizlash va uni yuvishga Alloh taolo amr qilgan. Allah va in kuntum junuban fattaharu. Sizlar junub bo'lib qolsanglar, qanday qilinglar? Fattaharu. Qattiq pokizlanglar, pokizlik qilinglar. Bek poklaninglar. Poklikqa, pokizlikqa alohida ahamiyat beringlar deb bu yerda bizga buyurdi. Fayajibu ghaslu jami'i ma yumkinu ghasluhu min al-badan. Shunda bo'lg'achqa bu yerda fattaharu oyada fagsilu wujuhakum yuzni yuvinglar desa, bu yerda fattaharu tashdid bilan fe'l tashdid o'qilgan chog'ida o fe'lning ma'nosi chingitishni, ta'kidlashni, kuchlantirishni nima qiladi? Talab qiladi. Tahara desa, pokiza bo'ldi desa, ittahara bo'lsa, bak pokiza bo'ldi. Pokizalikka qattiq ahamiyat berdi. Pokizalikni to'liq ishga oshirdi degan bo'ladi. Shunda bo'lg'achqa yuvish mumkin, lekin joyning hammasini yuvish badandan bu lozim. Yuvish mumkin, lekin bo'lgan joyning hammasini yuvish bu lozim. Hatta haru bo'lganlik uchun bu yerda Alloh taolo bizga pokizlikni, tathhir pokizlikni alohida ahamiyat berish, alohida ching tutishga buyurganlik uchun yuvishning mumkin bo'lgan har qanday joylarni yuvish kerak. İlla batinal ayn ala ma marra. Faqat ko'zning ichini buni yumusi bo'ladi. Yuqorida deb o'tgan qoidaga asosan u qaysi desa, ko'zning ichini yuzdimi, ko'zning ichini-chi yuvmaydi. Chunki ko'zning ichini yuvish birinchi mushaqqat. Buni garchi yuvish mumkin bo'lsa-mu, mushaqqat u. Japa, tas. İkinci, ko'zning ichini yuvish zarar. Ya'ni ko'zning qarg'u bo'lib qolishi, ko'rmas bo'lib qolishi, ne keltirib chiqish ehtimoli intayin yuqori. Chunki ko'z bakmu zil, bakmu nozik a'zo bo'lganligi uchun uni kuniga 5 vaqt ya har qitim tarat qilgan chaqda yuvish bu haraj. Alloh taolo ma ja'alallahu min haraj o'zining so'zida Alloh harajni qilmadi desa, yana Payg'ambar alayhisolatu vasallam so'zida yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra deb Alloh bayon qildi. Ham al-mushaqqa tajlibu taysir degan bir qoida bor. Ya'ni mushaqqat qulaylikni, osonlikni, yumshoqlikni nima qiladi? Lozim tutadi. Shu mushaqqat qulaylikni talab qiladi degan bu qoida bo'lganlik uchun qanday bir ish mushaqqat kelsa, qiyin kelsa, jafo kelsa, cho'qim u mushaqqat ish yengillik, qulaylik, osonlikqa tushadi. Shariatning talabi. Yana biri ad-darar la darara va la dirar. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam la darara va la dirar, ziyon tortishmi yo'q va ziyon urishmi yo'q. Shunda bo'lganlik uchun bu ko'zni yuvish bir zarar, ko'zga zarar. Bu sababdan buni yuvish farz emas degan. Ammo bi xilafi batinil anfi wal fam haysu yumkinu ghasluhuma. Ammo ko'zning burun bilan ko'zning ichi bununga o'xshamaydi. Chunki u ikkisini yuvish mumkin, yug'ilib bo'ladi. Wala darara fi u ko'z bilan burun bilan ig'izninki
işini yuğallıqda hiç qandaq ziyinimi yok, xatirimi yok, hiç qandaq muşaqqatmi yok. Fayacib şunlaçqa bunu yuş vacib. Unda bo'lgan chag'ida Alloh taolaning fattaharu degan so'zi bilan bütün bedenning o'zini yush, paklash, pokizlik qilish taratdagi g'uslidagi farz bo'lganligi uchun madmaza bilan istinshaqmi alohida buning qatorida farz bo'ldi. Chunki buni yusi yug'ilib bo'ladigan, yush qiyin bo'lmagan, mashaqqat bo'lmagan, yana birisi yush zarar, ya'ni ziyon olib keladigan, xatar olib keladigan bo'lmaganligi uchun bu yush farz bo'ldi deymiz. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın tahta kulli şa'ratin cinaba ala fabullu şa'ra ve enqul beşara degan sözü bilen mu güçlünüdü bu. Mezmeze bilen istinşaqning g'uslinin farzdir ekanligi bu hadis bilen mu güçlünüdü. Gerçi hadisning isnadi Haris ibn Vacih degan bir ravi hadisning rivoyatida bo'lganligi uchun zaif bo'lsa-mu İmam Abu Davud deydi Haris ibn Vacihning hadisi munkar. Yani o hadis Peygamber aleyhisselam'ın rivoyat qilinmagan hadis. Bu hadis yalgan, mavdu hadis deydi. Amma hadisning mazmuni, ma'nisi, hadisning mafhumi sahih bo'lgan hadislarga ve ayetke uygun bo'lganligi uchun gerçi raviyning rivoyat qilishi tarafdan daif bo'lgan bilan ammo o ma'no mazmun jihatda sahih rivoyatlarga oyatlarga uygun bo'lganligi uchun bu e'tibor qilinadi. Mana bu so'zida har bir tukning ostida bir jinobat bor. Diqqat qilinglar. Çaşni yo'l qilinglar, terini pokizalanglar deb Rasululloh buyurdi. Demak, ta'kidladiki, har bir tukning ostida nima bor? Jinobat bor. Shunda bo'lg'achqa chochlaringni quruq qolmasin, chochnimi yo'l qilinglar, terini suv tegmagan, suv yetmagan joy qo'ymay, uni pokizalanglar deb Rasululloh bu hadisda alohida ta'kidlagan. Mana bu hadislarning mazmuni orqali yuqoridagi egizning, burunning ichini chayqash, uni yuvish, uni tozalash mumkin bo'lganligi uchun bu farzlikda qilaveradi deydi. Ve yecibu isalul ma'i ila usulush sha'ri ve esnaihi fil lihyati ve'r ra'si lima taqaddama. Suni çaşning tikki yetkizish, çaşning oralarig'i yetkizish, saqal ve boshida yetkizish lozim. Yuqoridagi dalillarning jihatidan shu yuqoridagi dalillar uchun tahta kulli sha'ratin jinaba ala fabullu sha'ra ve enqul beşara degan Peygamber Aleyhisselam'ın bu hadisiga asosan çaşning tigiga suv yetkizish, o'ttirlig'ima saqalda saqalimiz bulab qolsa saqalning taglarini qattiq yo'l qilish, nam qilish, u yerga bu suv yetkizish, çaş başimizdeki çaşlığıma onu yo'l qilish ve taglarga suv yetkizish bu lazım. İhtiyotan. İlla iza kana dafiratan fi rivayatin lil haraj. Biroq uyam chash bulab qolgan chaqida agar ayol kishining chechi bo'lib, o ayol kishi chashni uyatgan chash bo'lgan bo'lsa, bu uyam chashga kelgan chaqida buni sundirib, chuvib, chashlarini buzib yo'l qilmasa bu bo'ladi. Ayol kishining chashning tigiga suv yetkazilsa, chashning tigi quruq qolmasa, uning chashninki boshqa taraflarining quruq qolgani, yo'l suv tegmagining hech qanday bir ziyni yo'q. Bir rivoyatda nemishqa haraj uchun o chashning hammani buzib, uni yo'l qilib,
hölqib, hammani hölqib bo'lgandan keyin uni yana qaytadan uyash bu oson emas o. Tez o. Shunda bo'lg'achqa harajni ko'tarib o'tishdan bir rivoyatda chash uyam chash bo'lsa, uni suv yetkazmasimi, yana hul qilmasa bo'ladi deydi. Ammo yana bir rivoyatda bu rivoyatda chashni cho'qim, uyam chash bo'lsa cho'q buzib hul qilish kerak deydi. Payg'ambar alayhisolamning bu haqda sahih hadislari bo'lib, chash uyam chash bo'lgan chaqda o chashni buzmaslik, chuvmaslik, o chashni bo'shatmaslik, chashning tigi hul bo'lsa, tigi namdalgan bo'lsa, uning bilan foydalanish haqida chiqadi. Mana bu yuqorqisi g'uslining farzlaridan iborat. Qala Abdullah bin Mahmud Musili rahimahullah mundaq dedi. Ve sunanuhu en yaghsila yadayhi ve farjahu ve yuzila an-nijasata an badanihi thumma yatawadda'a lis-salati thumma yufida al-ma'a ala jami'i badanihi salasan. G'uslning farzlarini so'zlab bo'lgandan keyin uning sunnatlarini so'zlaymiz. Sunnatlari qo'lini, ikki qo'lini yuvish birinchi va avratini yuvish. Badanidan nijosatni yo'q qilishi. Oldi bilan qo'lni pak-pakiz yuvib, tozalab bo'lgandan keyin o'zining avratini, ay bo'lsa, bo'lsin, ayol bo'lsin, har ikkilisi jinsiy a'zolarini pak-pakiz yuvish, pakizlab o'tish va uni tozalab o'tish. Kim badanlarga yuqib qolgan, qaysi yerga yuqib qolsin, yuqib qolgan nijosat bo'lib qolsa, u nijosatni yuvitish, pakizlab o'tish sunnat. Summa yatawadda'a lis-salat. Mana qo'lni yuvib, avratlaridan, jinsiy a'zolaridan ne pakizlab, badandagi nijosat muayyan yuqib qolgan nijosatlarni pakizlab, tozalab bo'lgandan keyin namozga taratgandek tarataladi. Namozga taratgandek, yana og'zini chayqab namozga taratgandek tarataladi. On suni butun badaniga 3 qitim qushadi. Chalib qo'ymay, hech bir a'zosi quruq qolmagan holatida bütün bedeniga 3 qitim suni qushadi. Hakaza hukiya g'uslu Rasulullah. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yuyinish sifatlari mana bu shunday hikoya qilingan, so'zlab berilgan. Qalat Maymuna xonim mundaq dedi. Wada'tu lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam g'uslan. Men payg'ambar alayhisolamga tarat suyini, ya'ni g'usl qiladigan suvni akeldim. Faqtasala minal jinaba. Peygamberim cinabetten yuyunishga başladı. Ya ki yuyunmakça buldu, ya ki yuyunishni irade kıldı. Fa'al ina'a bi shimalihi ala yaminihi faghasala kaffayhi. Ve Peygamberim usule kepirilgenden keyin Peygamber Aleyhisselam cinabetten yuyunishni o'ylab, fa'al ina'a bi shimalihi. Qaçını chap qo'li orqali o'ng qo'liga mayil qildi. Ya'ni qanday qildi? Sang'ayan qildi, agdi. Faghasala kaffayhi, ikki alqinni yuvdi. Chap qo'lida suni qushib, o'ng qo'liga quydigan gap. O'ng qo'lni yuvib bo'lgandan keyin ya o'ng qo'lini cho'kirab elib qachidan suni elib chap qo'lini yuydi yoki chap qo'lida suni qushib o'ng qo'lning alqini bilan suni ep qilib chap qo'liga qushib chap qo'lini yuydi. Summa afadal ma'ala farjihi. Bu o'ng qo'lni yuvib bo'lib qanday qildi desa, suni avratiga, jinsiy a'zosiga to'kdi, faqasalahu uni yuvdi. Mana yuqorida degandek, summa mala bi yadihi ala al-hayid aw ala al-ardi fadalakaha. Payg'ambar alayhisalom qo'lni tomga yoki zaminga opirib fadalaka qo'lni shu tomga suykidi yoki zaminga nima qildi? Suykidi. Zaminga suykash orqali qo'lini bir qitim to'pi bilan yuvishni Rasululloh iroda qilgan. Chunki hamda sperma degan bir xil shelimshoq
yepishqoq, ya'ni shilim simon bo'lganligi uchun o qo'lni yo sopun bilan yuvish yoki to'pi bilan yumasa, ehtimol o qo'l siliq bo'lib qolib, bu yerda nijosatning asri to'liq ketmasligi mumkin. Shunda bo'lg'achqa qo'lni payg'ambar alayhisalom to'pi bilan bir qitim yuvitib qilishni iroda qilib, tomga yoki bir zaminga, tuproqqa qo'lni opirib, padalakaha degan payg'ambarim qo'lni shu yerga suykidi. Summa tamadmaza vastanshaq. Hamda o qo'lni o to'pi bilan bir qitim yuvib bo'lgandan keyin qanday qildi? Yana o qo'lni yuvib, summa tamazmaz og'izga suv oldi, vastanshaq bo'yniga suv oldi, yuzini, bilikini yuvdi. Yuz bilikini yuvib, masa qildi hamda. Chunki payg'ambar yuqorida yatavadda lis-salat, namozga tarat olganda qiladi degan bo'g'achqa. Va afadal ma'a ala ra'sihi, suni beshiga qo'ydi. Baldı bilan beshidan qo'ygan gap suni. Beshiga qo'shib, chochlarini yuvib, chochlarining taglarini ho'l qilib, chochlaridan to'liq baka bulab, summa afada ala sa'iri jasadihi, bütün badallariga suni qo'ydi. Summa tanaha, bütün badallarini yuvib, tozalab, pokizlab, chalib qo'ymay, hammani pokizlab bo'lgandan keyin summa tanaha, anu g'usl qilgan yerdan bilak yoki yo'tkaldi. G'usl qilgan o'rindan yiroq bo'ldi, faqasala rijlayhi, yiroq yerga borib nima qildi, yuvdi. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarat olganlik elishdiki sifatlari. Ve yustahabbu ta'khiru ghasli rijlayhi in kanata fi mustanqi'il ma lima rawayna. Putni kin yuvish, kichiktirib yuvish bu mustahab, yaxshi. Agar bu put, ikki puti su yig'ilib oladigan, su jug'lishib to'plashib oladigan yerda yoki sasliqda bo'lib qolsa, putni kichiktirib yuvish. Ya'ni qanday qilish? Su yig'ilib olgan yerdan yuyinib butun badanni yuvib bo'lib, pokiza yoki su yo'q yoki chiqib oyat yuvish kerak. Lima ravayna, yuqoridagi hadis summa tanaha faqasala rijlayhi deganlik uchun. Va taharruzan anil ma'il musta'mal, ishlatilgan suvdan saqlanish uchun. Ishlatilgan suv ma'il musta'mal, badanni yuyingan suv yerga tushdi, tushgan suvning hammasi ma'il musta'mal bu. Bir qitim ishlatilib, badandan ajrab yerga tushib to'xtagan suv. Bu suv nijis, yani onun o nijasat su, o sudan yiroqroq yerga berib yunmasa, onun yuqib qolishi, tigib qolishi va shu su yana badanni nijis qilib solishi ehtimolligi bor. Shunga ma musta'maldan saqlanish, yuqoridagi biz rivoyat qilgan hadisning rahtidan boshqa bir yerga berib qilish, yeri putni yuvish lozim. Ammo bugungi kundek munchilida, yani insan yuyingan yerga suv jug'lashib olmaydigan yoki nijosat yig'ilib olmaydigan va yoki yuyingan suvlar hammasi shu vaqtning o'zida singib ketadigan bo'lib qolsa, o shu yerning o'zida putini yuvsa, uningga hech qisi yo'q. Shariatda uningga bo'lmaydi, gunohkor bo'lmaydi. Yuqorida g'uslining sunnatlari, farzlarini bayon qilib bo'lgandan keyin g'uslini vojib qiladigan omillarni, sabablarni deb o'tmoqchi. Qala va yujibuhu g'aybubatul hashafati fi qubulin aw duburin alal fa'ili val maf'ul bihi. Muallif bundaq deydi. G'uslini hashafa degan er kişinin, yani cinsi a'zoning uçidagi xatni qilgan chog'da kesib o'tadigan bir go'sht var. Shu go'shtninki uchi tarafini deymiz. Yani uchi tarafini cinsi a'zoning uchining jinsi yo'lga shunguganligi, yani jinsi yo'lga kirganligi yoki oq tarafga kirganligi qilg'uchi, yani er qiling'uchi ayol buluğa g'uslini vojib qiladi.
Demek g'uslning vacib bo'lishining sababi erninki jinsiy a'zosining jinsiy yo'lning ayol kishiningki jinsiy yo'liga kirsa, uchi shu jinsiy yo'lda g'oyib bo'lsa, buning o'zi er va ayolga g'uslini nima qiladi? Vacib qiladi. Shuning bilan g'usl vacib bo'ladi. Peygamber Aleyhisselam izal taqal khitanani ve ghabatil hashafatu vacabal g'uslu anzala avlam yunzil degan. Agar ikki xatniga uchrashsa, endi bu Arablarda ayollarninkini bu xatni qilib o'tadigan bir odat bor. Ayollarninkini, chunki ayollarninkini xatni qilib o'tish ayollarning hissiyoti, shahvatini tizginlash uchun. Shuning uchun Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinde o'g'ri kesib o'tishdan saqlanish haqida hadis kelgan. Chunki bunda holda ayol kishining shahvati qolmay, hissiyoti qolmay, oila tutish, to'y qilishga qiziqish ishlari bo'lmasligi mumkin. Ammo kesmay qolsa, endi bu haddidan ziyoda shahvat bilan, hissiyot bilan, o'y xiyol chan qo'yish mumkin. Shuning uchun Arablarda bu ayollarni xatni qilib o'tish odati shakllangan. Bu bir yaxshi ish. Deydi Peygamber Aleyhisselam şu ikki xatniga, yani xatni qilingan ayollarningki xatni qilingan a'zosi bilan, yani oldi taraf dilchiq bilan er kishininki jinsiy a'zosining uchi tarafi uchrashib va g'obatil hashafa uchi g'oyib bo'lsa, ya'ni jinsiy a'zoga kirsa, jinsiy a'zo bilan yo'galsa, uchi tarafi g'usli vojib. Mayli sperma mangsun yoki nima mangmasin. Sperma mangsun mangmasin. Jinsiy a'zoning jinsiy a'zo bilan uchrashib, erning jinsiy a'zosining uchi tarafining ayol kishining jinsiy a'zosida yo'q bo'lganligi bu g'uslini vojib qiladi. Oysha roziyallohu anhu fa'altuhu ana va Rasululloh fagtasalna. Bu so'zida men bu ishni, ya'ni shu er ayollik munosabatni Peygamber Aleyhisselam bilan birga qildim. Ikkimiz munosabat qildik, munosabat o'tkazdik. Fagtasalna, biz bunga yuyundik dedi. Hamda Oysha roziyallohu anhu bu jinsiy munosabat qilganligini o'tirib qo'ydi, bayon qildi. Buning bilan ayollar yoki erlar bo'lsin o'z orasidagi bu munosabatni so'zlash, deyish, oshkorlashning ruxsatligiga dalolat qilmaydi. Faqat bu ugutish, boshqalarga dinni oshkorlash va bildirish sorunlarida demesi bo'lmaydigan sorunda deyish lozim. Ammo boshqa chog'da bu er ayol o'rtasidagi sirni chechish gunohi kabira. وكذا في الدبر لأنه محل مشتهى مقصود بالوطء كالقبول. Shuningdek, g'usl vojib bo'ladi. Oq tarafgami? Oq tarafdami g'usl vojib? Oq tarafga shundoq lavat qilinsa, ya'ni bachchivozlik qilinsa yoki ayol kishiningki oq tarafiga bir er kapsagan bo'lsa, buning o'zi bilanmi yana g'usli vojib bo'ladi. Chunki bu oq tarafmi oldi tarafiga o'xshash, jinsiy a'zosiga o'xshash, tabiati buzuq, stili nachar odamlarningki orzu qiladigan, maqsad qiladigan, munosabat qilishni maqsad qiladigan bir o'rni bor. Shundaq bir stili nachar buzilib ketgan odamlar u yanimi jinsiy nimasini qandirish uchun, hissiyotini qandirish uchun o'ylaydigan va orzu qiladigan yer. Ammo qanday bo'lsin, lekin islom dini uni chekladi. Islom er kishining ayolining duburiga kapsalishlikni qattiq to'sdi, qattiq chekladi. Buningga islom alohida qattiq iboralarni ishlatdi. Lekin agar qib sog'am bo'lsa, bir er ayolining orqa tarafiga kapsagan bo'lsa,
ya bir erning aqtirib kapsagan bo'lsa, bachchavozlik qilib, bu vaqtda yana g'usl nima? Vojib. Va li qawli Ali radhiyallohu anhu tujibuna fihi al-hadda va la tujibuna fihi sa'an min ma'in. Ali radhiyallohu anhu sizlar bu bachchavozlikda hadni vojib qilgan, buningda 1 sa, yani 2,5 kilo suni vojib qilmamsizlar degan. Bunda Alloh taolaning vallazani ya'tiyanihima minkum ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min deb Alloh taolo ata'tunal fahisha ma sabaqakum biha. Burun qilib baqmagan, burun hech kimdan sodir bo'lib baqmagan shunchalik ig'ir, cho'ng, qabih bir gunohni qilamizlar sizlar deb Lut alayhisolamning qavmini Alloh hikoya qilib bizga so'zlab bergan bu bachchavozlik haqida. Yana Alloh taolo zina haqida wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Zinani Alloh taolo nima degan? Fahisha degan, ig'ir gunoh degan. Shuning uchun Allohning bu Qur'oni Karimda ishlatgan lafzi ata'tunal fahisha innahu kana fahisha ikkilisi o'xshash. Shunga bu nimada bachchavozlikda had vojib. Ya'ni bir ayolning duburiga kelgan bo'lsa, ig'ir had vojib. Agar bir erning duburiga kelgan bo'lsa, oq tarafiga kelgan bo'lsa, o'ltiriladi deganligi bor, chalma-kasak qiladi deganligi bor. Şeriatda ig'ir tog'ning ustiga ochqib tashib o'tiladi, yoki tashlab o'tiladi deganligi bor. Bundaq ig'ir jazoni sizlar yo'lga qo'yib vojib qilib, 1 soatga kelganda buni vojib qilmamizlar. Bu qandaqmi aqlga uyg'un ish degan. Va fi ziyadati yajibu alal maf'ul bihi ihtiyatan. Endi az-ziyadat nomli kitobda bu Hanifi mazhab ulamalarining yozgan kitoblari bo'lib, Hanifi mazhablarini yaqilab, bu ziyodatuz ziyoda, az-ziyodat degan bir kitobning matnisi. Buningda bunday deydi: maf'ulun bihi'mu ihtiyatan nima vojib. Chunki agar er tarafning jinsiy a'zosi ayol tarafning jinsiy ya'ni keyniga kep qolgan bo'lsa, erga meni nima bo'ladi? Inzal bo'ladi, ya'ni meni menga. Ammo ayol tarafchi bu orqa taraf o meni chiqadigan, ya'ni spermi chiqadigan, yani bir narsa mangadigan ish bo'lmasa, bunda bo'lganda birinchi spermi mangmagan, ikkinchi buya asli jinsiy yo'l bo'lmagan bo'lganlik uchun maf'ulga, ya'ni qilinguchi kishiga nima uchun g'usl vojib bo'ladi deyilsa, bu yerda bir ehtiyot qilib, chunki bu bir nima maf'ul hamda qilinguchi kishi bunda bo'lganligi uchun buningga g'usl vojib. Hamda fa'ilga, ya'ni qilguchiga ya spermi mangishi mumkin yoki spermi mangmasimi o qilguchi bo'lganligi uchun bir shahvatini ado qilish, bir huzur elish uchun qilguchi bo'lganligi uchun buning vojib. Ammo qilinguchiga bu qilinadigan mahal emas. Ham g'uslni vojib qiladigan spermi mangadigan bir o'rin emas. Bunda bo'lganligi uchun bu yerga g'usl vojib bo'lmasligi mumkin deganlarga ehtiyotan vojib deb ulamolar qo'shib qo'ygan. Qala va inzalul mani ala wajhi ad-dafq va shahwa. Birinchi jinsiy a'zoning uchining jinsiy yo'lga kirishi yoki orqa tarafga kirishi ayolga g'uslni vojib qilsa, ikkinchi spermining etilib kuchlik etilish shahvat bilan chiqishi bu g'uslni vojib qiladi. Agar bir odam, bir er ya bir ayol bir o'ylanib o'ltirib yoki xiyol qilib o'ltirib yoki qandaqdir bir narsani tasavvur qilib o'ltirib, onundan shahvati qo'zg'alib, hissiyoti qo'zg'alib turib, bir xil huzur bilan, lazzat bilan sperma etilib chiqib mangan bo'lsa, etilib chiqib chiqatgan bo'lsa, etilish bilan chiqatgan bo'lsa, bu vaqtning o'zida ham g'usl nima vojib.
Çünkü li'ennehu yucibul cenabe icma'an. Çünkü bu spermininki mangallık ülmalarının icması bilen cinabet kılıdı. Cinabet buludu, junub buludu anda adam. Allah Teala ve in kuntum junuben fattaharu dedi. Şunda feyecibul guslu bin nas. Yukarıdaki ve in kuntum junuben fattaharu degan nas bilen guslu vacip vaqtda. Bu cinabet degan illetni vacip qilganlik uchun bu yerdagi junubning yunishidan iborat hukm uning vacip bo'ladi. Ama bazı ulamalar meninin yani sperminin cinsi azadın çıkışının özü bilen junub buludu dep qaraganligi uchun bununla mayli etilip çıksın, etilip çıkmasın, şehvet bilen çıksın, şehvet bilen çıkmasın qanday buludu? Yine gusl vacip buludu deydi. Ama biz cinsi azadın sperma qattiq bir huzur, lazzat, xursandlik, xushallik bilan birga etilib chiqish, kuchli chiqish. Bu odatda jinsiy munosabat qilganda bo'ladigan ahvol va shu jinsiy munosabat qilishni o'ylaganda bo'ladigan ahvol mana shu munosabat bilan etilib chiqqan bo'lsa, huzur, lazzat bilan chiqqan bo'lsa, bu nima bo'ladi? G'usl vojib bo'ladi deymiz. وسألت سليم رسول الله عن المرأة ترى في منامها أن زوجها يجامعها قال عليها الغسل إذا وجد الماء. سليم رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم tushida erining jinsiy munosabat qilganligini ko'rgan bir ayol to'g'riliq g'usl qilish ketamdi ketmamdi deb so'radi. Agar bir ayol tushkurabdi, tushida eri bilan jinsiy munosabat qilibdi, jinsiy munosabat bilan shug'ullangandan keyin endi bu ayolga g'usl ketamdi ketmamdi deganda payg'ambar alayhisalom alayhal g'uslu iza vajadatil ma. Suvni topgan bo'lsa, tushidan uyg'unib qaragan chig'ida o jinsiy yo'llarda bir ho'llakma ekan, jinsiy yo'lida bir ho'l nam his qilibdi, bayqabdi. Bunda bayqagan bo'lsa, o'rniga g'usl lozim, g'usl qilish kerak deb Rasululloh bayon qilgan. Bu hadisni Imom Ahmad, Imom Al-Musnad nomli kitobda, Sahih Muslimmi, Imom Muslim Sahih Muslim degan kitobda chiqargan bu hadis sahih hadis. Demak, mana bu yerda alayhal ghuslu iza wajadatil ma deb Rasululloh dedi. Walau kharaja la ala wajhi ad-dafqa wash-shahwa kama iza duriba ala zahrihi aw saqata min uluwin. Agar kuchlik etilish, huzur, lazzat, shahvat yo'li bilan emas, sezmiguday, his qilmaguday holatda nima qilsa, chiqib qolsa, xuddi orqa tarafiga qattiq bir urilgan vaqtda chiqqanidek, ya'ni bir odamning oq tarafiga, bu oq tarafi yo'lun tarafi, shu spermaning mang'idigan, jug'lashadigan, sperma urilishdigan, u yerga qattiq bir zarba yesa, mayli er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, ayol kishining mayli tarafida buningdan bir mani mengib ketish, ya'ni sperma mengib ketish ehtimoli yuqori, yo igizdan tushdi, igizdan tushish jarayonida o mani mengib ketgan bo'lsa, ya uningga bir kasallik yetib qolibdi. Ya'ni spermini to'xtatolmaydigan bunday kasallik yetib qolgan bo'lsa, ta'anzala mani mengib qolsa, mana bunday kasal sabab bilan mani mengib qolgan bo'lsa, yajibul wudu'u dunal ghusl. Buningda tahorat qilish lozim, yuvinish ketmaydi. Buning misoli kabofil mazidikiga o'xshaydi. Fa'innahu min ajza'il mani, o mezimu nimine, meninin parçası ya. Aslı o meni, ama o tolu oylaş, tolu xiyal qilish sebeple jinsi a'zolarininki tola hareket qilishi, qo'zg'alishi va undan keyin bo'shishi sababli u mezi sifatida chiqqango, adi uningda tahorat qilish ketmaydi ekan.
Lakin lemma yahruc ala vecihi debki lem yecibil guslu. Lekin umu, mezimu etliş, güçlük etliş, güçlük bir besim kiliş yolu bilen çıkmaganlığı üçün guslu vacip bolmadı. Bunu yuyuniş ketmedi bu yerde. Sümme şertu infisaluhu an mevzihi an şehve. Bu bir. Bunda olgan çağı da nima qilish? Biri shahvat yo'li bilan chiqish. İkincisi an bu meninin yani sperminin özünün tug'an joyidan shahvat bilan ayrilishi. Qattiq o'ylab, xiyol qilib, tasavvur qilib turgan vaqtda o meni yani sperma şu insandan bir xil huzur, lezzet bilan çıqqan, ayrılgan bolsa bu vaqtda o meni. Lianna bizalika yu'rafu kawnuhu maniyan wa huwa ash-shar. Çünkü bunun bilan uning meni bo'lganligi bilinadi. Etilish, güçlük ajrash bilan uning meniligi bilinadi. Wa huwa ash-shar. O guslu üçün nima shart? Yani meni shart, yani spermi shart. Agar spermi chiqmagan bo'lsa, nima bo'lmaydi, guslu vacip bo'lmaydi. Anda bo'lgan chaqda o ajragan chaqidimi güçlük bir xil etilish yo'li bilan, shahvat yo'li bilan ajrash kerak. Agar anda ajramagan bo'lsa, yani bir odam herib qilishdan, yo ko'p yo'l minishdan, yoki ojizliqdan o chiqib qolgan bo'lsa, uning guslu vacip bo'lmaydi. Deydi. İnde Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf rahimahullah bu qarashqa xurucuhu minel uzve, onun azadın çıkışı g'uslni vacip qilgan amal. Lianna hukmuhu innama yasbutu ba'dal xuruj fa yu'tabaru vaqta izin. Nima uchun azadın çıkışı bu itibar qilinadi desa, chunki u spermininki hukmi spermi chiqib bo'lgandan keyin sabit şu vaqt itibar qilinadi. O agar chiqmasa, mayli etilsin, mayli shahvat bilan bo'lsin, agar sperma jinsiy a'zodan chiqmay qolsa, g'usl vojib bo'lmaydi bir yerda. G'usl vojib bo'lish uchun chuqum uningki jinsiy a'zoning sirtiga chiqishi kerak. Chiqmagan bir narsaga g'usl vojib bo'lmaydi. Unda bo'lganda g'usl vojib bo'lishningki asosiy omillari spermining jinsiy a'zodan chiqishi. Agar o çıkması vacip olmaydı. Şunun için mayli o şehvet bilen etilmesin, acırgan çağda çokum çıkkan çağda meni buluşu lazım. Kale, üçüncü g'uslinin vacip bulunduğun amilla toğruluk muallif mundaq deydi. Ve inqita'ul haydi ve nefas. Hayz bilen nafasninki to'xtishi. Ayollar kasallik va ayda bir ko'radigan ayollar shu kasalni ko'rib, ya'ni shu kasal bo'lgan chaqda ayollarning kesili saqaysa, hayzdan saqayishi, nafasdan saqayishi. Ammal hayz fa liqawlihi ta'ala hatta yattaharna. Hayzga kelsak, Alloh taolo hatta yattaharna deb tashdid bilan bayon qildi. Ayollar pak bo'lguchilik yaqin kelmanglar deb Alloh taolo ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن dedi. Bir şeyde ولا تقربوهن حتى يطهرن bir rivayette hatta yettaharna deydi. Bek pakiz bo'lgan qadar deb hatta yettaharna deydi. Pakiz bo'lgandan kelinglar dedi tashdid bilan. Muni'a min qurbanihinna hatta yagtasilna. Ayollığı yakın kilishdan to'saldi, o ayolni yuyungan qadar. Agar yuyunishning g'usl qilish vojib bo'lgan bo'lsa, lama mana Alloh taolo to'smaydi. Demak, bu yerdagi ixtilof hayzning qani to'xtagandan keyin pak bo'lish masalasida ixtilof yo'q. Ammo qanday vaqtda pak bo'ladi? Yani g'usl qilish bilan pak bo'lamdi, yoki tahorat olish bilan pak bo'lamdi, yoki
cinsi a'zo yo'lini yuvut shulan pak bo'lamdi deydi. Muşunun da ihtilaf. Amne hamma ulamalar qon to'xtab pak bo'lmaganga qadar ayollarga yaqin kelish bu harom deb kelgan. Bütün ulamalarning ittifoqi shu. Mayli nafasning qani bo'lsin, mayli hayzning qani bo'lsin, bu pak bo'lib qon to'xtadi, yana pak bo'lmagan qadar buningga yaqin kelgil bo'lmaydi. Ammo pak bo'lish qanday chaqda bo'ladi? Yani o yuyungandan kinmi, tarat elayotgandan kinmi, jinsiy a'zosini yuvatgandan kinmi degan masala ixtilof shuki, İmam Abu Hanife rahimahulloh buning pakligi hayzning qoni to'xtagandan keyin cho'qim yuyunadi, yuyunish bilan pak bo'ladi, pak bo'lgandan keyin u ayollarga yaqin kelgan bo'ladi deb bu paklik mana yuyunish deb bayon qildi. Şu yuyunish vacib bo'lmagan bo'lsa Alloh taolo bu munosabatda to'smaydi dedi. Amma nifas fa bil ijma, amma nifasga kelsak bil ijma. Ulamalar bil ijma cho'qim yuyunish. Va kaza yajibu ala al mustahadati iza kamulat ayyam haydiha. Shuningdek xun kesili deymiz biz, oq kir kesili. Bunda ayollığa, istihaza ayollığa vacib, hayz kunlari mukammal bo'lgan chaqda yana nima qilish? Yuyinish vacib. Hamda davomli oq kir minib turadigan, kir to'xtamaydigan bunda bir ayollar bor. Bu ayollar qanday qiladi desa, oy bo'yicha, oyda odati bo'yicha buni oylik kesili, oyda bo'ladigan kesal deb u vaqtda namoz o'qimaydi, ro'za tutmaydi. Ammo şu ayol kishi her oyda bo'ladigan oy kesilini to'g'ri bir o'lchab, shu o'lchashdan bo'lganda hamda men saqaydim deb faraz qilgan chaqida, ayz kunlari to'liq bo'lgan chaqida, to'shqan chaqida u vaqtda yuyunadi, yuyungandan keyin uningdan kinki kelgan nimalar, kirlar va nijosatlar bu jinsiy munosabatni to'smaydi. Li'annaha fi ahkamil hayz kat-tahira. Chunki bu ayol hayz hukmlarida pokiz ayolga o'xshaydi. Hayzning hayz hukmi, pokiz ayollarma hayzning hukmlarida yuyunibdi. Shuning o'xshash bu pokiz nima bo'ladi? Ya'ni pokiza ayollarga o'xshash yuyunadi. ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيا أو مزيا فعليه الغسل. Amna qanda bir kishi uxlab uyg'ongan bo'lsa, u odam kiyimida uxlab uyg'ongandan keyin kiyimida spermini bayqabdi, tepibdi yoki bir mazini topgan bo'lsa, bu odamga g'usl qilish lozim. Amma spermiga kelsak payg'ambar alayhisalom men zakara hulman va lam yara balalan fala ghusla alayhi va man ra'a balalan va lam yazkur hulman fa alayhi al-ghusl degan bir hadis var Rasulullohning. Bu hadisni Aisha radhiyallohu chiqargandan rivoyat qilib Abu Dawud chiqargan hadis hasan hadis. Ya'ni bir odam ko'rganligini eslabdi. Uxlab tush ko'rganligini eslabdi, balal, ya'ni ho'llakni ko'rmabdi. Uyg'ongandan keyin tush ko'rabdi, ho'llak yo'q, nam yo'q. Bunda odamga g'usli lozim emas. Ama ho'llakni ko'rabdi, tush ko'rganligini eslayapti. Ya'ni hech bir tushmi ko'rmabdi, esida bir shaytoniy tushmi yo'q, bir ish esidimi yo'q, ammo qarshi ho'lamda. Nam tepibdi. Fa'alayhil g'usl, bu odamga g'usl qilish vojib bunday vaqtda deydi. Chunki ehtimol uxlab qolgan chaqida u odam his qilmoqlik, sezmoqlik, lekin u tushida shu munosabat qilib, o menima sperma bitlik. Va ammal mazi fa fihi khilaf Abi Sa'id, Abi Yusuf rahimahullah. Amma mazicho buningda İmam Abi Yusufning ixtilofi bor. لأن المزي لا يوجب الغسل كما في حالة اليقظة. İmam Ebu Yusuf rahimahullah eğer uxlab qolgan adam tapqini bu sperma basgan, maziken
mezili qiynıkken, bunda bo'lib qolgan bo'lsa, bunda taharet ketmaydi, g'usl vacib bo'lmaydi. Chunki mezi degan g'usl vacib qilmaydi. Uyg'oq holatidagidek, uyg'oq holatida mezi chiqib ketgan bo'lsa, g'usl vacib bo'lmaydi. Anda o'g'anda uxlab qolgan chaqda u topgan narsa mezi ekan, meni emas ekan, sperm emas ekan, bunda vaqtning o'zida g'usl vacib bo'lmaydi deydi. Valana anna zahir, yani bizga İmam Ebu Yusuf'un başka İmam Muhammed, İmam Züfer, İmam Ebu Hanif rahmetullahi aleyh'nin delili zahir ise o meniydi. Gerçi o mezidek boğan bosu meni katrakka sırtkı çıkkandık nime kılgan, sürüp ketken bir meni. Feyecibul goslu ihtiyatı. Şunda boğaçka ihtiyat kılıp goslu kılış vacip. Bunun menimu, mezimu ayrılıp olmaydı. Hem ikinci mezidek boğan bilen, lekin o sürüp ketken boğan bolsa, çıkıp boğandan keyin o meni, asli meni için sürüp ketken bolsa, onu biz ayırayamayız. Şuna ihtiyat kılıp goslu vacip. Vel mer'atu iza ihtalamet ve lem tera balalan in istayqazat ve hiye ala qafaha yecibul goslu li ihtimali khurucihi sümme avdihi. Ama ayal kişi çükürepti. Şuda şu ihtilam bulab çükürgen bolsa, yani şeytan aklap çükürgen bolsa, höllekni tapmaptı, höllekni kömepti, oygansa. Qarab oygunup qarasa höllek yok bolsa, o ayal oğundu çeken, oğundu yatkan kendini. Bunda çağda g'usl qilish vacip. O sperminin çıkıp yenip ketiş ihtimali bo'lganligi. Ayal kishininki etilib chiqmaganligi uchun jinsiy a'zosidan o tushida shu o'ngda yotgan vaqtda chiqiqliq, ammo chiqib azroq teshqi chiqmay, teshqa yalab oqmay, yana turib yenib ketgan ehtimol bor hamda. Bunda bo'lganligi uchun bu ayal nima qilish, g'usl qilish vacip. Lianna zahira fil ihtilamil khuruj. Chunki bu şeytan aqlaganda, yani tush ko'rgan chaqida kechisi chiqidi. Asasen çıkıdı. Alal g'olib çıkıdı. Bi xilafir rajul. Ama er kishi bunun o'xshamaydi. Fa innahu la ya'udu li diqil mahal. Çünkü er kishiniki yenib ketmaydi o. O chiqitgan urun chiqitgan urun kichik, bunda bo'lganlikdan u yenib ketishi mumkin emas. Ammo ayol kishiniki yenib ketadi. Yenib ketadi. Va in istayqazat wa hiya ala jihatin ukhra la yajib. Eğer bu ayol uyg'ongan chig'ida o'ngda emas, yon tarafi bilan yetiqliq, ya sol yoki dum yetiqliq bo'lsa, boshqa taraf bilan bo'lgan bo'lsa, u vojib bo'lmaydi. Chunki yon yasson yoki dumda yasson chiqqan bo'lsa, balkim sirtiga oshkor bo'lishi mumkin. Ammo o'ngda yotgan bo'lsa, yenib ketish ehtimoli bor. Shu vajidan g'usl qilish vojib, ehtiyotda. Qala ve guslul cum'ati vel aydayni vel ihram sünnetun. Hem de gusl yani yuyunish lazım bo'ladigan, yuyunish savab bo'ladigan amillarning birisi Cuma'ning guslisi. Cuma'ni alohida hurmatlab, ulug'lab, haftada bir qitim umum musulmonlar yig'iladigan, to'planadigan bir so'rinkan, bu so'ringa pokiza, go'zal, chiroyli bir boray deb yuyunish 2 ay bu bayram günümüzken Müslümanların deb bu 2 ay alohida tayyorlik qilib yuyinish, ihrom, ulug' Baytullohil Haromga borgan vaqtda bu sunnat. Ba'zi ulamolar tarafidan mustahab dedi. Sababi fa innahu yawmuzdaham. Bu kunlar zich, odamlar zich bir kun bu. Şuna bazı kişiler, yana bazı kişilerin puruqi bilan puruqlari bo'lsin, ish qilib, xizmat qilib, talab kelgan bo'lsa, bu ta'ning puruqlari bilan yoki ba'zan odamlarda tabiiy sesiq puruq chiqadi. Shundaq sesiq puruqlarning sababi bilan aziyat yeb qolmaslik uchun bu yunutish mustahab ekan. Va adna ma yakbi min al-ma'i fil ghusl sa'un. Bu tuvanda biz qanchalik su bilan yuyinish kerak, yuyinish lozim degan haqda to'xtalamiz. G'uslida ketarlik yetadigan suning eng tuvan miqdori 1 soat, ya'ni 2,5 kilo su. Taharatda 1 jing su. Bu yetarlik. Eng tuvan su. Eng qisib
avaylab işletken çağıda 1-2 kilo 5 jing taratni 1 jing su bilan tarat asa bo'ladi. Va sa'u 8 artal sa 8 ritli mud ritlan 1 mud 2 ritli anda bo'lgan chaqda 1 sa necha 4 jing 1 jing 2 ritli 1 jing. Bu hadisma lima ruya anna Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem kan yaghtasilu bis-sa'i ve yatawaddau bil muddah. Peygamber Aleyhisselam'ın rivayet kılıngan, Peygamber Aleyhisselam 1 sa suda yuyunutdi ve 1 jing suda taharat alıptı deb Resulullah şöylesine bayan kılgan. Sümme ihtelafu halil muddu mine's-sa'i am min gayrihi. Ulamalar ihtilaflaşıp bu jing sa'nın qatarıdın mı 1 jing yoki onun gayridin mi? Ve haza leysa bi taqdiril lazim. Bu vacip bo'lgan mo'lchar emas bu. Zalib bu o'lchamga, bu talabga loyiq qilmasa gunohkor bo'ladigan bundaq o'lcham emas. Hatta law asbagha al-wudu'a wal-ghusl bidun zalik jaza. Agar taharatni, g'uslini buningdan tuvan, buningdan oz su bilan to'liq ado qila olsa, taharatni mukammal ola olibdi, g'uslini to'liq ado qila olibdi, yuyina olsa, durust. Walaw igtasala bi aksara minhu jaza ma lam yusrif. Buningdan jiq su ishlatib qolgan taqdirda bu mu durust, bu mu joiz? Aşırı israf qilmasa, israf qilmagan holatda jiq su kessa, bu mu joiz? Uningdan tuvan qilsa yana bu mu joiz? Fa huval makruh. Uni israf qilib o'tish o makruh. Yaxshi emas. Çünkü sudum Allah Teala kulu veşrabu ve la tusrifu dedi. İşletiş, yiyiş, içiş, israf qilmaslik bu israf. Her narsada bor. Onun da bayan oldu. Ama adam çoğun, kichik, urug', semiz bo'lish e'tibori bilan ishlatadigan suvi nima bo'lishi farq qilinishi mumkin. Ishlatadigan suvningmi oz ko'p bo'lib qolishi mumkin. Buningda cho'ng bir masala yo'q. Hani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'nınki bu hakta hadislerimiz köp. Ayşe radıyallahu anhu enneha kânet tagtasilu hiye ve nebi min ina'i vahid huvel farak degan bir hadisler var. Ayşe radıyallahu anhu deydi, Peygamber Aleyhisselam bilen biz bir qaçıdan nima qilibdi? Taharat olibdi. Bir qaçıdan. Ayşe radıyallahu anha Resulullah ikkisi bir qaçını, cho'ng bir dastak bir qaçını o'tirib qo'yib turib, shuningdan billa taharat oladi ekan. Bunun bilen her ayal hammamda billa yalang'och holatda to'sib bo'lamdi bo'lmamdi degan bir qoidalar bor, buludu. Ba'zanlar to'salg'i bor dediklar, ba'zanlar to'salg'i yo'q dediklar. Umuman to'salg'i yo'q bo'lishi kuchliroq bo'lishi mumkin, Alloh alam. Chunki har ayal o'tirisda bir boshqa ish yo'q. قال ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه. Muallif rahimullah bunda dedi, muhdis üçün yani taharati yo'q, taharatsiz kishiga, junub kishiga Qur'onni tutish bu durust emas. Bütün ulamalarning ittifoqi bilan Qur'onni taharati yo'q adam junub kishi tutsa bo'lmaydi. Bu to'g'ri emas. İlla bighlafihi. Fakat o Kur'an'ınki taş kepi var. Yani Kur'an'ın özünden bo'lmagan taş kepi. Ya ki hazır qattiq qo'timisi bo'lishi mumkin, yoki Qur'onni soladigan somka bo'lishi mumkin, yoki Qur'oni Karimni qachlab olmaydigan bir qachi bo'lishi mumkin. Mana bilan tutsa bu durust. Gayril musharras qanday qilinmagan yani bağlanmagan Kur'an'ı tutuş to'g'ri emas. Allah la yamassuhu illal mutahharun degan so'ziga asosan Kur'an'ı la yamassuhu degan bu so'z cümle xabariya. Allah Teala xabar bergan gap. Bu sözü, bu Kur'an'ı tutmaydı fakat bek pokizlar deb. Endi bu ayni vaqtda Lavhul Mahfuz haqida tushgan, Lavhul Mahfuzni bek pokiz farishtalar tutdi demakchi. Ammo Qur'oni Karimni iroda qilgan ulamolar
bek pakiz kişiler. Yani muttahhar degan nima desa, bek pakiz kişiler degan mushu oyat bilan o bek pakiz kishi muttahhar Cibril alayhissalom ruhlamin. Amma bu yerda Qur'onni tutishga dalil qilgan. Chunki Qur'onmi ulug' kitob. Wala ba'sa yamassahu bikummihi. Yeni bilan kiyiminiki yeni var, bu yeni bilan tutsa bu çatak yok. Onun hiçbirisi yok. Ve kerihe ba'zuhum ve kerihahu ba'zuhum. Bunu bazı ulamalar yaman gördü. Çünkü yan degan bulmaydı, yumuşak o. Ama gılap degan o qattiq, o Qur'onga tegishib turmaydi, Qur'ondan ayrim turadi. Buni bilan tutsa bo'ladi dedik. Ve la yejuzu lil junubi qira'atul Qur'on. Junub uchun Qur'on o'qish bu to'g'ri emas. Qur'on o'qisa bo'lmaydi. La qawlihi alayhisalom la yaqra'ul haizu va lal junubu shay'an min al-Qur'on dedi. Bu payg'ambar sallam kesal ayol, ya'ni hayzdor ayol va junub Qur'ondan bir narsani o'qisa bo'lmaydi. Qur'ondan bir narsani o'qisa bo'lmaydi degan. Demek Kur'an okusa bulmaydı deydi. Yani bu hakta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan hiç neyse Peygamberim hiç kanda bir halde Allah'ın zikri kılıçtığını hali kamaydı diyen hadisleri var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cunub halette bazı ayetlerini okudu diyen hadis var. Şunun için Kur'an'ı okusa bulundu. Bir azrak bazı ayetlerini. Ve an-ı Tahavi ennehu yecuzu lehu ba'du ayat. İmam-ı Tahavi'den rivayet kılındı. Cunub'a bazı ayetini okuştururuz. Vel hadisu la yufassir. Hadis tefsilatını bayan vermeydi. Bir yerde şey'en minel Kur'an diyen hiç nesini okusu olmaydı demek demez. Bırak fasi bir kısmı okusu buludu. Ve la ba'se bi en yakra'a şey'en minhu la yuridu bihil Kur'an kel bismillah vel hamda. O Kur'an'ın bir nesini okusu çatak yok. İrade kılmayı onun bilen Kur'an'la. Kur'an'ı, yani Kur'an'ın özünü tutup ya Kur'an'ın özüdün elip okumay. Kur'an okudum deyip okumay. Bir ayet okusu çatak yok. Kel besmelati vel hamda. Bismillah deydi. Elhamdülillah deydi. Manum boşaş. Ve yecuzu lehu zikru ve tesbihu ve dua. Zikir, cunub için zikir etiş. Bu duruz. Tesbih etiş duruz. Dua kılış duruz. Çünkü tosaş Kur'an hakkında geldi hasreten. Kur'an okumanlardı. Peygamber Aleyhisselam Kur'an okumaydı dedi ama. Bundan bakanda Kur'an bulmagan, dualı okusu buludu, tesbih etse buludu, zikir etse buludu. Ve la yedhulul mescide illa zurura. Mescidga kirsa bo'lmaydi junub. Faqat zurrat uchun. Payg'ambar alayhisalom la uhillul masjida li junubin va la haiz. Mescidni men junub va haizdor kishining kirishiga halol deb qaramayman degan. Chunki masjid ulug' joy, muqaddas joy. Bunda muqaddas ulug' joyga bitaharet adamlarning kirishi emas, to'g'ri emas. Bu hadismi? Hadis sahih hadis. Fa in ihtaja ila zalik tayammama wa dakhala li'annahu ta'ala. Agar endi buningga kirishga ehtiyoj bo'lib qolsa, tayammum qilib kiradi. Chunki tayammumni nima? Taharet bu. Taharetning o'rnida Alloh taolo "Alam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyib" dedi. Taharet erişine bizge taharetning o'rnida tayammumni yo'l qo'yib berdi. Shunda bo'lganlik uchun taharet yapilish haraj, taharet yapilish qiyin, taharetning o'rniga tayammum qilib kirsa bo'ladi. Val haiz va nufasa kal junub. Hezdar ayol bilan nafasdarligi junubga o'xshaydi buning hukmi va u Qur'on o'qiy olmaydi, masjidga kirolmaydi. Ammo ulama yeni Kur'an'ın bazı bir ayetlerini Kur'an'ı tutmay, Kur'an'ı tutmagan haletinde okusa buludu. Tutmagan halette ya tinşise buludu. Peygamber sallallahu tinşigan hakkında hadisleri var. Ve innama fil mescid fajnaba. Eğer mescidde uxlab kelib cinabetli bu qasıca delinde la yubahu lahul khuruj hatta yatayammam. Unda bu qalgan chaqda tayammum qilmay turib masjiddan chiqish to'g'ri emas deb mudarrislar bor. Maladin dilinde yubahu mubah. Durust.
Çünkü qanday qiladi? Nega qiladi o tayammumni? Endi masjidda topilgan, masjidda hamma yerlar bugungilar qilib qo'ygan chog'da nega qiladi o tayammumni? Shuning uchun o zurriyat uning ichida bo'lib qolganligi uchun tayammum qilish bo'lsin sirtiga chiqib qiladi, yuyinish bo'lsin sirtiga chiqib yuyinadi. Vel haiz ve nefasa kal junub. Aşı yukarıdaki hükümlerin hemmisinde haizler ayal, nefaslar ayallama şunun okşaydı. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alamin. Allah Teala hemimizde bu ilimden menfaatlengen nasip kılsın. Uluq Allah şu ilimni bilen ümmet İslam'a hizmet kılın nasip kılsın. Uluq Allah Teala şu ilimni dünyanın hem yerlerini taqalın nasip kılsın. Yeni dersimiz devamlı şido. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.